O'zgardi, срочный narxda $710 har bir kvadraturasi, yangi Novostroyka dom, kadastrlar tayyor. Korobka holatida g'ishti turgandan olasizlar. Bu puldan Olmazor tumani Tansiboyev mavzesida shaharda mebellarni ko'rasizlar. Ko'rib turgan hamma narsalar qoladi. Sokolning qavatiga tushib ketirish, 110 kvadrat metr tepa, 110 kvadrat metr past. Ichida o'zini sanuzeli bor, hojatxonasi, dushovayasi, bitta yotoqxona, ko'cha tarafga qaragan deraza romlari bor. Mehmonxona razmerini ko'ringlar, вообще katta. Ko'rasizlarmi? Remontni o'ziga 90 ming nari bersa ishlatib qo'ygan. Oyontiklari cho'plib pol qilingan. Bu yoqda umumiy bitta sanuzeli. Mana bu yotoqxona bo'ladi-da, ichida o'zini sanuzeli bor. Hozir sizlarga endi pastki sokolning qavatini ko'rsatib beraman. Oshxonadan shunday tushib kelasiz sokolning qavatga. Bu yoqda yana bitta kufnya qilingan. Ikkita xo'jaligiga aytganimdek bemalol pozvolat qiladi. Mana shkaflarcha stroyni qilingan, oyontiklari kafel, podyezddan kiraverish eshigi, tepada 24 talik konditsioner. Kattagina namozxona qilib qo'yishgan. Aytganimda ikkita xo'jaligiga zo'r-da bu. Yuramiz, mana bu yerda prachniy xonasi, kattagina prachka ko'rasizmi? Hamma sharoitlari qilib ketilgan. To'rda garderobnisi. Bemalol kelasiz, bu 2 sotuv degani-da. Mana bitta detskiy spalni bo'lsa, mana bu oxirgi xona, ichida o'zini sanuzeli bor. Havo aylanish uchun ham hamma sharoitlar qilingan. Oyontiklari cho'qlik pol qilingan. Olmazor tumani Qoraqamish Tansiboyevda joylashgan 220 kvadrat. $710 narxi olasangiz 156 ming nari berib bo'lyapti. Pastda nomer qoldiramiz, telefon qilib baraka qilinglar.